Hozir ishim tugatib oling. Endi oramiz ochiq. Nima? Sevgimizchi? Qizim, shunaqa boy joydan sovchi kelyapti. Yo'qotani yalang'oyog'ingni, senga hech narsa qilib bera olmaydi. Puling ko'p bo'lsa, baxtli yashaysan. Men o'ylab ko'rdim. Siz men tengim emas ekansiz. Есть тысячи треков про любовь, но не один про это. Есть миллион историй, есть миллион поэтов, есть миллиарды судеб, а есть всего одна. Никто не знает, как любит сердце пацана. Пацан не мальчик, он никогда не заплачет, если пришел. Qizim, ana boy sovchilar keldi. Yigitning 3 ta 4 ta mashinasi, bizneslari bor ekan. Rostdanmi? Ha, hamma rozi. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Yigit ko'yniga qanday bo'lmasin yoqishing kerak. Ana uningni yo'qotdingmi? Ha, xavotir olmang. Siz shuncha paytdan beri meni aldab yurganmidingiz? Yo'q, shunchaki seni yaqindan tanimoqchi edim. Kambag'al odam qachondir boy bo'lishi mumkin, lekin dunyoni bor puliga ham haqiqiy muhabbatni sotib ola olmaysan. Roziman. Sizga turmushga chiqishga roziman. Siz meni tengim emas ekansiz. Men o'ylab ko'rdim. Sen meni tengim emas ekansan. Может, уйду и не вернусь, но навсегда останусь в памяти плачет душа. Да ну и пусть любить тебя было неправильным. O'zingni bor. Hammasiga siz aybdorsiz. To'y pul demaganingizda baxtli bo'lishim mumkin edi. Qizim, Chiqib keting. Ish so'rab ariza qoldirgan ekansiz. Nomzodingiz tasdiqlandi. Bugun suhbatga kela olasizmi? Xo'p, boraman. Yuring, boshlig'imiz sizni kutyaptilar. Assalomu alaykum. Suhbatga keldim. Hozir qo'raman. Siz nima men ustimdan kulgani chaqirdingizmi? Xo'jayin sevgilimga surpriz tayyorladingiz. Hammasi tayyor. Chiqib tur. Sen ham chiqib tur. Hozir chiqaman. Nahotki hammasini men uchun uyushtirayotgan bo'lsa? Xo'jayin aytgan sovg'ani oldingizmi? Ha, hammasini aytganlaridek qildim. Zo'r bo'pti. Hammasini tushundim. Shu sovg'alarni berish uchun shuncha narsani uyushtirish shartmidi? Yuragim yoriladi. Baribir meni yaxshi ko'rishingizni bilardim. O'g'lim, Tug'ilgan kunlaringiz bilan onajon. voy, rahmat o'g'lim. Iskandar Buildingsdan mana bu yangi xonadonam sizga. Voy, Yunusobod 16-kvartal ro'parasidagi mezbon loyihasidanmi? Ha, hozir 84 million boshlang'ich to'lov to'lab, qolganini 40 oyga bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Lekin rahbarimiz siz uchun 100% to'lovda xonadon xarid qildilar. Baraka top bolam. Xo'jayin, bu sovg'alarning hammasini sevgilimga degansiz-ku. Bu dunyodagi haqiqiy sevgiga faqat onalar munosib. Voy, rahmat bolajonim. Ish qidirib yurganingni eshitib, qiynalib qolgansan deb o'yladim. O'shanga chaqiruvdim. qizim. Puling ko'p bo'lsa, baxtli yashaysan. Mana bu sizga. Ha, aytganday, bir narsani esdan chiqarmang. Pul insonni emas, inson pulni yaratgan. Hasis dünya, bevafa dünya. Bir güzelni ko'rmading ravo.